Google kompaniyasi 64 millionta chivinni ko'paytirib, Kaliforniya hamda Florida shtatlariga qo'yib yuboradi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz sababini bilib olasiz. Loyihaning nomi Debug deb nomlanadi. Hammaning xabari bo'lsa kerak, chivinlar yer yuzida odamlarni qirib yuborish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Ayniqsa xavfli turi bor, u dengue isitmasi hamda Zika virusi kabi xavfli kasalliklarni tarqatadi. Debug jamoasi quyidagicha ish olib boriladi. Millionlab chivinlar ko'paytiriladi. Ular sun'iy intellekt yordamida erkak va urg'ochiga ajratiladi. Erkaklarga Wolbachia bakteriyasi yuqtiriladi. Bu bakteriya erkak chivinlarda bepushtlikka olib keladi va erkak chivinlar tabiatga qo'yib yuboriladi. Ular kasal bo'lmagan urg'ochi chivinlar bilan qo'shilib nasl bermaydi. Natijada chivinlarning katta qismi yo'q bo'lib ketadi. Bu loyiha haqiqatda ishlamoqda. Xususan Singapurda mana shu chivinning populyatsiyasi 90% gacha kamaygan, dengue isitmasi esa 70% gacha tushgan degan ma'lumotlar bor. Bu chivin Janubiy Amerika hamda umuman Amerika qit'asiga xos emas, u Afrikadan borib qolgan. Shuning uchun agar siz bu chivinni qirib yuborgan taqdiringizda ham tabiiy ekosistemaga hech qanaqa zarar keltirmaydi. Hamma ayollar emas, shunaqa toifa ayollar paydo bo'ldiki, ular jamiyatda yurish-turish qoidalarini umuman buzib tashlayapti. Ya'ni ular o'zining ayolligini ham suiiste'mol qilyapti, ham gender tengligini niqob qilib olyapti. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Ya'ni gender tengligi bu ayol va erkak teng degani. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Masalan, konda ishlaydimi, ayol ham bir xil oylik oladi, erkak ham bir xil oylik oladi degan. Lekin shunaqa ayollar bor, mana yaqinda taksist bilan bo'lgan voqea. Ya'ni ayol shu darajada haqorat qilib tashladi, erkak javob qaytarmadi. Javob qaytarganda nima bo'lardi? O'zbek jamiyati buni qabul qila olmasdi. Ya'ni ayol-ku, uning yengilliklari bo'lish kerak dedi. Mana bugungi bo'lgan voqea. Ayol turib boyagi erkakni urayapti, orqasidan bilmayman, erimi, akasimi u ham solayapti. Ayolni mana podstava qilib olib. Lekin erkak javob qaytarmayapti. Xo'p, shunda javob qaytarganda nima bo'lardi? Ayol 2 shapaloq urdi, er 1 shapaloq urdi, boya erkak, raqib. Nima bo'ladi? Ikkalasiga bir xil statiya beriladimi? Ya'ni bezorlik. Sen ham urushding, ikkalangan 1 million jarima. Unaqa bo'lmaydi. Agar qonun jihatdan gender tenglik shunaqa bo'lgan taqdirda ham jamiyat buni yomon qabul qiladi. Buni erkak bilib turibdi, shuning uchun qo'l ko'tara olmaydi. Lekin aslida teng huquqli bo'lish kerak, to'g'rimi? Konstitutsiyada belgilab qo'ygan, erkak va ayollar teng huquqli. Lekin jamiyat undan ko'tara olmagani uchun ayollar bundan foydalanadi, ayrim ayollar. Shuning uchun boyagi shallaqlik, shantaj, janjal, ozgina to'polon ko'taraman. Erkak ozgina chertib qo'ysa, aybi bo'lmasa ham mayli. Yoki ozgina so'kib qo'ysa bo'ldi. Uni butun meni aybim boyagi erkak bechoraga ag'dariladi va erkak yo'q bo'lib ketadi degan prinsipda ishlamoqda. Bu voqealarimiz nima bo'lgani boshqa qiziq emas. Lekin mana shunaqa ayollar ko'payapti, ehtiyot bo'linglar. Bu videoni ayollar, ayniqsa qiz farzandi bor bo'lgan ota-onalar oxirigacha ko'rishni istagan bo'lardim. Agar oxirigacha ko'rsangiz, videoga like bosib, kommentariyaga uch raqamini yozib qoldiring. Hozir men sizlarga ikkita ayolning ism familiyasini aytaman. Birinchi ayolga o'z davrining eng kibor erkaklar hurmat ko'rsatgan holatda tik turib kutib olgan hamda ta'zim bajo keltirgan. Ikkinchi ayolga esa o'sha vaqtdagi eng tuban va chalasavod erkaklar tomonidan xo'rlanib, kamsitilib, qatlga hukm qilingan. Birinchi ayol Maria Curie, Nobel mukofoti yutgan birinchi ayol. Bilasizlar, uni turmush o'rtog'i ham Nobel yutgan, uni farzandi hatto kuyovlari ham Nobel mukofoti laureati bo'lgan. Ikkinchisi esa bu Xayriniso Majidxonova, O'zbekistonlik, Germaniyaga yuborilgan talabalardan biri, ya'ni Fayzullo Xo'jayev hamda Abdurov Fitrat tashabbusi bilan. Keyinchalik bu 1927-yilda Parijga qilgan sayohati hamda Mustafa Cho'qay bilan tasodifan uchrashuvi vaji bilan Germaniyaga ishlagan josus sifatida ushlanib, hech qanaqa aybi isbotlanmay 1938-yilda otuvga hukm qilinadi va o'limga hukm qilinguncha u juda katta xo'rlik va kamsitishlarga uchraydi. Iltimos, qiz farzandlaringizni o'qiting. Qiz bolani o'qitish bu ummatni, jamiyatda tarbiyalash bilan barobardir. Hozir shunaqa zamonda yashayapmizki, bir insonning hayotining qadri, hayoti $1000 emas, $2000 atrofida. Yoshligimizda Terminator degan kino bo'lardi. Robotlar insonlarga qarshi jang qilib, ularni katta qismini qirib yuborardi. Lekin xuddi mana shu davrga yaqinlashayotgandek nazarimda. Oldin urush deganda tanklar, askarlar, samolyotlar bo'lardi. Hozir unaqa emas, hozir dronlar. Mana yuqorida videolarni qo'yib ketaman. Ukraina va Rossiya dronlariga e'tibor bering. Ular qay darajada taktik, manevr qila oladi va mustaqil harakatlana oladi. Ya'ni u dushmanni o'zi ya'ni sun'iy intellekt orqali, ya'ni unga siz buyruq berib o'tirishingiz ham shart emas. U o'zi sizni qidirib topadi va sizni yo'q qilmaguncha chekinmaydi. Va bu texnologiya faqat Ukraina, Rossiyada emas, hatto oddiy guruhlar bo'lgan o'sha Hizbullohda, Yamanning Husiylarida, hatto Hamasda ham bor. Bu shundan dalolat beradiki, insoniyatni hayotini qadri tobora kamayib ketyapti. Kimda mana shunaqa ishlab chiqaradigan texnologiyalar bo'lsa,
demak ular to'xtamaydi. Xususan Ukraina aytayaptiki, biz keyingi yildan boshlab 20 milliontaga chiqaramiz bir yilda dron ishlab chiqarish deyapti. 20 millionta dron. Bu qancha odam demak, qancha odam umri demakdir. Urushlar bu dahshat. Shunchaki insonlarning o'zi buni tushunib urushlarni to'xtatmas ekan, insonlarning o'lishi to'xtamaydi.